toster nonlarni qizdirib, kisir qilib yeyishni yaxshi ko'rasizmi? Ko'rishingiz mumkin, mana 4 xil variantini terib qo'yganmiz. Svetli, sredniy, temniy и подгоревший deydi-yu, kuyib ketgan variantini ham qo'yib qo'yganmiz. 4 xili. Hop, buni qaysi apparatda, ya'ni mana shu Philips firmasini tosterida qildik. Bunda 8 xil urvini bor. Katir-kutir deydi-yu, ani qirsillagan holatiga olib kelib olib ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Bu apparatimizni korpusi metallический bo'ladi. Chiroyli dizaynda ishlangan. Philips o'zi zo'r texnikalar chiqaradi, bilasiz. Qulaylik taraflari bu yerda mana shunaqa funksiyasi bor. Chiqarib qo'ysiz, bu yerga bulchkalarni qo'yib qo'yib turib qizdirib olishingiz mumkin. Ya'ni podogrev funksiyasi deydi. Tayyor narsangizni issiq ushlab berib tura oladi yokida muzdan tushirib berish funksiyasi ham bor. Morozelkadan olib primoy qo'yib ishlatishingiz ham mumkin bo'ladi. Albatta ishlashini ko'rsatib qo'yamiz. Mana misol uchun ikkita to'stni olamiz va bitta bossa o'zi qisib oladi va boshlaydi. Avtomatik o'zi tayyor bo'lgandan keyin poqqatib otib beradi. Buni zo'r funksiyalardan bittasi mana shu pastki qismi ochiladi. Bu yoqda ko'rishingiz mumkin. Non usholi yig'ilib boradi. Bu to'kishga juda oson bo'ladi. Ko'p arzonchi modellarda pastki qismi ochilmaydi. Yon qismida o'zini stop knopkasi ham bor. Mabodo siz buni ichidagi kuyib ketayotganini yoki o'tib ketayotganini bilib qolsangiz, bitta bossangiz o'zi avtomatik otib beradi va sizga qulay bo'lsa olib yeysiz, bo'lmasa yana bitta tushirib yuborasiz. Bu tayyor to'stlarga labneli, asalli, sariyog'li, har xil narsalar surib, ertalabki nonushtalarga mazza qilib yeyishingiz mumkin. Bu Philips firmasining to'steri bizda sotuvda bor. Narxi $75 to'liq garantiyasi bilan. Sizga mana shunaqa tosterlar kerak bo'lsa, pastki kontaktga aloqaga chiqaverasiz. Sog' bo'ling.